Davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-fevraldagi yoshlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotlarda e'lon qilgan qator qarorlarga asosan imtiyozli kreditlar ajratilgan bo'lib, jumladan Kogon shahrida ham 34 nafar yoshlarga 8 milliard 922 million so'm miqdoridagi imtiyozli kreditlar ajratildi. Natijada 83 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Misol uchun 62-sonli prezident qaroriga muvofiq 16 ta loyihaga 6 milliard 202 million so'm imtiyozli kredit ajratilib, 55 ta ish o'rni yaratilgan. 61-sonli qaror orqali 11 ta loyihaga 2 milliard 20 million so'm kredit ajratish orqali 17 ta ish o'rni. 60-sonli qaror orqali 7 ta loyihaga 700 million so'm ajratilib, 11 ta ish o'rinlari yaratilgan. Shuningdek, mahallalardagi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus olimpiadasi ham 2026-yil uchun start berildi. Undan tashqari maktablarda tashkil etilgan san'at, madaniyat, sportga oid to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilar va yoshlar muntazam ravishda ishtirok etib kelishmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.